Assalomu alaykum ahli YouTube. Mana keyingi Fayzli xonadonimiz xohlasa bitta oxirgi shana joylarini hozir ustakalarimiz chiroyli qilib artib ochilib bekilgan qullanadigan narsani qo'yib bermoqda. Bu xonadonimizga jami bo'lib 23 million so'mga hamma narsa xizmatlari ichida bitkazib berganmiz. Hamma narsa ichida, betlarda buzishlari ham bor. Hamma narsasi ichida 50 metr kadroga, keyin mana shu yon tomoni, keyin hozir darvozaxonani ham men sizlarga ko'rsatib, chiroyli qilib o'tamiz. Bu listimizga Toshkentda TMZ listini ishlatganmiz 04. Vodiy bo'ylab masalan 130 ming, 135 ming so'm qilmoqdamiz. Hamma narsasi ichida. Agar vodiydan tashqari bo'ladigan bo'lsalaring, uni narxini kelishamiz qo'limizdan kelganicha. Sizlarning xonadonlaringizga mayli sifatli bir chiroyli xonadon qilib beramiz inshaalloh. Endi hozir men sizlarga darvozaxonalar, ustakamlar oxirgi leysalarni buzish jarayonlari. Darvozaxonamiz. Nimaga daroshga aylantirmadingiz deganlarga, darvozaxona o'zi nomiga 2 santi yo 3 santi bor. Shu narsani ko'rib, shu narsani ma'qul keltirdi. O'rtasiga mana bunday chiroyli hisobni qilib berdi. Hala holatlar. Bu darvozaxonamiz 390 ga 710 shunaqa atrofida edi. Kimga mana shunday tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelganicha shunday chiroyli bir sifatli xonadon qilib beramiz. Samolyot ko'nmaydi, hech yerda samolyot ko'nmaydigan fason. Ustakamiz Otaxon. Nima gap Otabek aka? Otabek aka. Tinchmi axir? Charchamay, zerikmay. Mirjalol aka. Nima gap aka? Charchab qolmadingizmi? Mana uyda egasi ukamizlar. Kimga mana shunday tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Qo'limizdan kelganicha sifatli xonadon qilib beramiz sizlarning xonadonlaringizni ham. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan usta Sho'xon.